Mana sizlar tushundinglar, rahmat. Bir joyda aytsam, mana shu qarab 700 ta odam qarab turibdi. Aytdim, sizlarga dedim o'zbekchaga tarjimon kerak. Oson emas. Endi biz sho'y, jonli aytamiz. Bizda panogramma degan narsa yo'q. Mana ashulachilarga havasim keladi. Bizga keyin men bitta narsani aytaymi? Repertuar mana, repertuar qilamiz-ku. Biz bitta aytgan narsamiz ikkinchi marta aytsak hech kim eshitmaydi, quloq ham solmaydi. Bizning repertuarimiz одноразовый. Bir yil o'ylab topgan narsamizni bir marta aytamiz. Buni tamom shu bilan. Bu yerda turib boshqa ayta olmaysan. Ashulachilarga havasim keladi. Bitta ashula chiqarib qo'ysa 50 yilga yetadi. Mana ustoz san'atkor Sherali aka Alloh rahmat qilsin o'tib ketdilar. Birinchi muhabbatim qo'shig'ini 50 yil aytdi, 50 yil. Ba'zida o'ziz yetib qolsa yarmini odamlarga ham aytirardi. Qani bir kupletda qarab ko'ring. Mana hozir endi bolalar aytyapti.